Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kayson Mikrolex'ning Sapphire 4 sborkasiga xush kelibsiz. Hozir bizda 14-qism, 13-qismning oxirida nima bo'lganini ko'pchilik biladi. Hozir sizlarga ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Xullas kalom, Hassi menga uy qurib berishi kerak edi va u meni barcha kalsitimni ishlatib yuborgan, bitta ham qolmagan va o'zidan yana qo'shgan. Xullas kalom, uy tasavvur qilishingiz mumkin, juda ham katta va gabaritli va ana endi meni uyim azizlar 1 2 yo'q, shoshmanglar. Birinchi mana shu yerda bitta like bosinglar va izoh qoldiringlar Hassining mehnati uchun. 3 tadam. Mana shu meni uyim. No, qaranglar. Bahaybat ko'rinishi mumkin, lekin buni hammasi kalsitdan qilingan. Birozgina nima deydi, dipslate ishlatilgan. Men bu yerda ikkita jitilli haykalli ham bor. Bilmadim qanaqa yasagan. Qaranglar, kalsit. Polностью kalsit glowstone olish uchun adga borishga to'g'ri keldi dedi. Nima ilishqisi yo'q. Orqa tomonda meni ismim, nikimni yozuvi bor. Tepasi ham bor buni. Hali men ko'rsataman sizlarga. Chiqib okey, tepasiga ham kirsak bo'ladi, lekin men o'zim aytdim, shunchaki prostoygina to'rtburchakini uy qur degandim. 2 etajli mana shunaqangi dang'ilama qasr qurib beribdi. Hozir orqasiga o'tamiz. Tak, let's go. Va azizlar, biz juda ham bitta zo'r narsani topib oldik Hassi bilan birga. Qaranglar, mana shu yerga o'tib olib ko'rsak bo'ladi menimcha. Oppo, kecham chiqibdi. Hozir hal qilamiz. Hech uxlab olish kerak. Hech kim yo'qmi? Koko, hech kim yo'q. Oppo, mana qaranglar, kayso. Voy. Turishini qaranglar, o'xti. Bitta rasmga olish kerak mana shu yer. Voy, bo'ldi, rasmga ham oldim. Xo'p, xullas kalom azizlar, mana shunaqangi endi meni uyim bor. Sekin-astalik bilan nimaga moblar spam bo'lmayapti, tushunmadim. Bu g'alati. Yo'q, o'z moblar deyarli yo'q. Hatto minikartada bitta-ikkita narsalar ko'rinyapti-yu. Okey, qani ko'raylikchi, ninachi, tulki yo'q, bular yomon emas. Mana bo'ri, yo'q. Xo'p, bilmadim. Hozirgina tun bo'lganiga bo'lsa kerak. Let's go, pastga tushamiz. O'xti, turishini qaranglar, juda ham chiroyli. Xo'p, azizlar, ana endi men sizlarga topgan narsamni aytaman. Monster, bo'ldi, monster spam bo'lish endi boshladi. Topgan narsam esa Hassi kecha kalsit qidirib kartani ochib tashadi. Mana bu yerda kalsitimiz bor. Mana shu yerda kalsit juda ham ko'p. Biza esa mana bu yerda qani endi. Okey. Mana bu yerda raketniy zenitniy kompleks bor. Ya'ni Minecraftda raketa uchiradigan tabiiy joyi bor. Shoshmanglar, uxlab olamiz. Xuddi obunachini topgandek biz ham bitta stansiya topib oldik. Bemalol raketa qo'yib uchirsak bo'ladi. Va azizlar, juda ham bitta zo'r narsani topdik. Bu o'yinda endi bizda range degan narsa bo'lmaydi, chunki bu yerda qanotlar degan narsa bor ekan. Xullas kalom, mana shu barcha qanotlarimiz. Hozir men bittasini yasayman. Angelli qanotlari bor, ya'ni farishtani, bu g'alati ko'rinyapti, lekin to'tiqush qanoti, shunaqangi g'alati ranglarda. Slimedan qanot, blue ko'k kapalagini qanoti va monarx kapalagi qanoti. Xullas kalom, qanotlar juda ham ko'p. Kellarda bir oson yasab olamiz. Masalan, farishtani qanoti qanaqa yasalarkan? Pat, qaranglar, juda ham oddiy. Varka yasab olaylik bitta. Hozir. Bulujnik va menda bo'lish kerak. Okey, rod. Qanaqasiga menda bor edi-yu. Mana bu yerdan. Yo'q, juda ham g'alati. Nesa держит? Yo, bu yoqqa. Mana shuni ichida bo'lish kerak. Yo, bunisini ichdami? U qanaqasiga men addan olgandim-u. Shoshmanglar, bo'lmasa rod emas, yo'q ekan. Mayli, hozir keltiramiz, problema emas, yoki uni boshqa narsa bilan ham adashmasam pishirsak bo'ladi. Faqat blaze ekan faqat. Xo'p, qaranglar, juda ham oson. Kelinglarda nimadir. Shaytonning qanotini yasaymizmi? Mana bu oson ekan. Menimcha menga ketadi mana shu, yana bilmadim. Shagi 5. Xo'p, drakonning qanoti ham bor ekan. Mana bu narsa yo'q-da. Afsuski, random rudadan chiqishi mumkin. Bilasizlar, juda ham random rudani ko'p sindirganman. Tak, menimcha angel bizga zo'r ketadi. Xo'p, kelinglar, mana shuni yasab olamiz. Vark yasash uchun bizga blaze sterjini kerak. Hozir blaze sterjini keltiramiz. Xo'p, to'qmoqlarni hammasini olamiz. Bularni ham olamiz. Branyamni ham yechib qo'ygandim, buzilmasin deb. Okey, Hassi o'ziga boshqa branya yasab olgan. Tak, olamiz. Buni ham olamiz. Let's go. Ana endi esa kellarda yoshida birozgina fakel yasab olamiz. Okey.
Drevesniy ugldan bir stak yetib ortadi. Xo'p, ana endi menga nima kerak? Yeyishga nimadir kerak va arrow kerak. Narsalarim prosta yo'q bo'lib ketyapti-da. Eng qizig'i, xas ishlatgandir, lekin bunchalik darajada emasdi. Hatto bir dona qo'ysa zo'r bo'lardi. Fleshkalar, jam emas, yaxshi holatda emas. Bittasining sloti juda ham kam qolgan. Yasimiz yaqinda. Bo'lmasa biz adga borib kelaylik. Tak, ovqat bo'ldi. Ovqat topsam bo'ldi. Olib ketaman o'zim bilan. Shu bilan oppa, men bu yerda bor ekan. Shoshmanglar. Men monsterni nimasini qo'ygandim, go'shtini qo'ygandim. Hali ham turibdi-da. Ajoyib. Bo'ldi. Ana endi adga borsak bo'ladi. Let's go. Men bilan kiyib olamiz edi. Ketdik. Adga qarab yo'l olamiz. Aslar, kompyuter masalasiga keladigan bo'lsak, o'zimni kompyuterimni hali tuzatganim yo'q. Bu Hassini kompyuteri. Hoppa, yana shularmi? Bo'ldi. Bitta muammo bilan ikkinchi muammodan qutulamiz. Men eschi vizorga tikaman. Vizor o'ldi. Juda ham g'alati. Menga nima kerak? Yo'q, shoshmanglar. Men buni zararlamoqchi edim, kerak emas. Kompyuterga keladigan bo'lsa, azizlar, Hassini kompyuterida postoyanno o'ynaymiz, chunki u kuni bilan ishda bo'ladi. Bizga nima? Tak, let's go. Bu yoqgacha. Menga road kerak. Afsuski bermadi. Uni qaranglar. Urolmading sen. Hoppa. Men oldimga o'zi tushdi. Aka qalaysiz deb. Bratim menga rahmat arrow berdi. Xo'sh, menga Blaze kerak. Blaze esa faqat tepada bo'ladimi shunda? Mayli, chiqsin. Bitta mana shu yerdan yo'l qurib olish kerak. Kichkinagina bo'lsa ham tepaga olib boradigan, yiqilib ketsam agar shundan chiqib olaveraman pastdaganni. Yo'q, hali menga bularning birortasi ham kerak bo'lmay qoladi, chunki men qanot yasayapman. Bemalol uchib keyin chiqaveramiz. Okay. Deyarli. Bo'ldi, chiqdim. Xo'p, azizlar, menga Blaze Sturgeon kerak. O'zi nechta Blaze Sturgeon kerak? Bitta men buni pishirishga kerak bo'lar ekan, bitta shuni o'zini craftga kerak bo'lar ekan. Bu bo'lsa redstone bilan pishiriladi. Xo'p, плавного падения. Okay, паучий глаз, levitatsiya yoki fantom bilan bo'lsa kerak. Varkada. Tushunishim bo'yicha menga mana bu marinovanный глаз kerak. Levitatsiya kerak. Kim bundan? Come on. Bundan nima olish mumkin? Okay. 2 marta qilish kerak ekan. Marinovanный паучий глаз. Okay, shakar, qo'ziqorin, karash topiladi. Qo'ziqorin как раз biza adda ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ko'p ko'rganman-da. Okay, otlarim hammasi tovuqlar bilan qo'shilib adga kelib olibdi. Mazza, короче, hech kim urmaydi, hech kim tepmaydi. Okay, hech qanaqangi kayzola yo'q. Shoshmanglar. Bu kvarts juda ham bu yerda olish oson. Mana shu narsaga pech ketaman. Juda ham bu yerda olish oson kvartsni. Shundan olib prosta pechkaga solib olsak, okay, bo'ldi. Let's go. Birozgina olib ketamiz. Endi keldik shuncha joyga. Okay, 1 stak, 2 stak, 1.5 stak, ana endi 2 stak va 3 stak, 4 stak, 5 stak. Hammasini olamiz. Bo'ldi. Qaysi o'zingiz bosib oling. Okay, ana endi azizlar, menga mana shu zamburug'lardan ko'proq kerak-da. Hozir men topaman zamburug' nasib bo'lsa. Va Blaze ham nimagadir chiqmayapti. Bu kim? Birov meni urmaysizmi mabodo? Menimcha urish niyati yo'q. Spirit ruh ekan, kirka ko'tarib yuribdi bechora. Bunisi esa ishton kim ekan? Nima kerak senga ishton? Hech narsa ko'rinmayapti baribir. Tak. Uni qaranglar. Men Blaze spam bo'ladi desam, bir to'da nimalasib, yo'q, birov sizni urmoqchi emasdim. Tegib ketdi, короче, bo'lib turadi, yigitchilikda. Bilmasam tegib ketdi. Okay, va menga befoyda bilan gaplashish. O'zing bos. Ovqat ol. Ovqatim bor. Monsterni go'shi bor menda. Если что, tak. Atom parchalagichimizni olamiz. Mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Yo'q, nimagadir mana bu Blaze'lar uzoqdan spam bo'lyapti va havoda uchib yurib meni urishyapti. Bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmayapti. Hoppa, let's go. Menga Sturgeon bering, brat. Bo'ldi, berdi. Lekin menga yana kerak. Xo'p, zamburug' qayerdan topamiz degan savol meni qiynayapti. Adda bo'lish kerak edi, juda ham ko'p. Abba, men shuni yomon ko'raman deb pastga yiqilib ketdi ana Sturgeon. Nima qilamiz? Pastga sakri. Okay. Hoppa, bu yerda yana bor ekan. Mush skeletonlar jonga tegdi. Qoravoylar mana kelinglar. Tak, brat, faqat yiqilmang iltimos.
Bermadi-yu, lekin baribir narsasi yiqilib ketdi. Let's go. Berdim-ku 3 ta. Normalniy. Menda 3 ta sturgeon bor. Bu yerga cho'sib bo'ladi. Bular meni unutdim urganimda. Unutdi, ajoyib. Xo'p, oltin ryukzak topib oldim. Железный ryukzak. Kim? Nima? Brat o'zingiz bo'lsin. Ryukzak qayerga kiyamiz? Savol. Ki bo'ladi. Bo'larkan, yo, 3 ta ryukzakim bor mana hozir. Pravda oxirgisi temirdan, lekin mayli. Bo'z spam bo'ldi. Yana bittami. Xo'p, menga zamburug' kerak. Zamburug' qayerdan topsak bo'ladi? Okay. Uni qaranglar, ovqatni ulashaymiz. Mana shuni kiyib olamiz. Darrov o'z ovqat yeb ketaveradi. Menimcha, mana buni yeb ketaveradi. Chotki, chotki. Nimagadir yemayapti. Ichida bo'lsa yeydi kayzo. Bo'ldi, mana yeyishni boshladi. Ajoyib. Xo'p, natijada bizda hozircha zamburug' yo'q. Zamburug' lekin adda bor edi-da. Portalim belgisi bormi shunda? Mana shu yerdamidi, короче. Topib olaman-da. 299 koordinatada joylashgan portalim. Tek. Let's go. Mana bundan birozgina olib ketamiz. Askina rostdan qumlardan ham narsalar. Kimniki bular? Bilmadim, kimdir narsalari. Bu yerga keldim men. Mencha kelgan edim yoki skeletlar bir-bilan urushib ketganmi, bola bilmadim. Hop, olamiz. Super narsalarga o'xshamayapti, lekin har qalay tekin narsalar. Balkondan meni otasanmisan. Uyat skelet, uyat. Hop, tepadan tushdim, tepaga. Iltimos, o'zingiz bosing, aka. Na. Okay. Tepaga chiqib olamiz. Atom parchaga ishimiz zaratga qo'ymoqchi edim men. Wow. Problemalar osmondan yog'ilib kelishi boshladi. Okay. Va ana yerdan sakragandim. Bo'ldi, esladim. Hech kim yo'q? Okay, narsalarimiz keladi. Backpackga qo'yamiz birozgina. Abbo, yana osmondan problemalar yog'ilib kelyapti. Come on. Har qalay bu safar ovqatdan xavotir olmasak bo'ladi. O'zi yeyilyapti. O'zi jonim to'ydiryapti. Bo'ldi. Ajoyib. Xo'p, keladi mana shu tepaga chiqib olamiz. Birozgina menga g'ish kerak bo'lmasa, azkina rosam qo'ysak bo'lar ekan. Nima deysiz? Xo'p, zamburug' bilmadim qanaqa topish mumkin bu yerlarda. Okay. Lekin bizda yetarlicha sturgeon qayerdan paydo bo'lasan, qoravoy? Tavba. Yetarlicha sturgeon bor deb o'ylayman. Ovqatni bir ko'rish kerak. Qancha ovqatni? 12 ta ovqatim qoldi. Ovqat suvda yeyapman prosta. Shuning uchun bunga tarvuz qo'yish kerak. Iloji boricha ko'proq yeyishni boshlaydi va yeb ketaveradi. Hop. Qayerlar? Oq va qora. Masalan, pandamislar ketdan bittasi. Xo'sh, hozircha men zamburug' ham ko'rmayapman, blaze ham ko'rmayapman. Hoppa, kapalakchan qaranglar. Kuti. Hech narsa bermadi. Qanotini beradi deb o'ylagandim. Xo'p, bizga qanot zudlik bilan kerak. Chunki qanot degani bu g'anis degani, uchish degani, menga keldi degani. Okay. Pastga tushasizlarmi yo men tepaga chiqaymi? Mayli, o'zimni joyimga kelib qoldim. Baratanib qalaysiz. Keyin raketning kompleksini ham sizlarga ko'rsataman. Okay. Va nima bu? Ko'rdinglarmi nima bo'ldi? Prosta qorong'ulik, zulmat. Juda ham g'alati. Kim meni bunaqangi ahvolga soldi? Mayli. Hech qisi yo'q. Xo'p. Zamburug' topolmadim. Blaze sturgeonlari yetarlicha bor. Okay. Qaytamizmi yoki? Yo'q, zamburug' topish kerak-da. Pavuchi glasi qanaqa marinovat qilamiz agar zamburug' bo'lmasa? Effekt ham berishdi menga. Abbo, kim berdi va qanaqasiga berdi? Shunga hayronman. Birov qalaysiz. Qo'ng'iz kelishi boshlayapti endi. Qancha? 1 minut 33 sekund. Ovqatim esa 6 ta qoldi, 5 ta qoldi. Biz hozir merga qaytamiz. Yo'q, menimcha yechim bu yerda emas. Yechim bu yerdan chiqsa, shunda brat qaranglar. Men bu parazit yaratgan ekan. Shahinni skinniki olgan. Okay. Bo'ldi ye.
Ovqat topib qaytamizmi yoki ovqat topmasdan qaytamizmi? Mana bu backpack. O'laskani yeyapti menimcha. Qachon o'laska yo'q. Come on. Effektlardan qutulib oldik. Birozgina tabiiy ovqatlardan keltiramiz o'zimizga. Meridan. Tak, va undan keyin yana qaytamiz. Menga zamburug' kerak. Uyim qaranglar. Men bu yer yoritmabdi. Если что yoritib olamiz. Salib turib, kristallar hammasi o'sgan. Hamma o'sishi mumkin bo'ladigan narsalar o'sgan. Juda ham g'alati. Xo'p, qat'iy uxlab tursam agar men bu effekt yo'qolar yoki cho'milsammi? Yo'q, uxlab turish befoyda, cho'milish ham menimcha befoyda. O'tgan safarda ko'rgandim. Va no, mana shu narsani cho'milsa yo'qotadigan qilish kerak-da. Mayli, nima ham qilardik? Ke, qo'ng'iz. Piranyami? Yo'q, piranya bormi safirda? Trupная rыба bu. Menda spam bo'ladigan qo'ng'izlar bor-ku. Suvda mana shu qo'ng'izlar baliq bo'lib spam bo'lar ekan. Yo, juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Prikolniy. Xo'p, bo'lmasa, azizlar, menga nima kerak? Birozgina ovqat kerak. Xassi hamma tarvuzlarni menimcha chopib tashlagan. Men bu yerda birozgina qolgan ekan. Tik olamiz. Mana buni ham olamiz. Bu ham kerak bo'ladi. O'sha qovog'i ham yesa bo'ladi bu yerda, xuddi tarvuzga o'xshab. Xo'p, let's go. Natijada menda shuncha ovqat bor. Men buni qo'ymaslik kerak-da, prosta buni ham yeyishni boshlaydi. Mikrolex o'zi hayron qolayotgan ekan qovoq yeyib bo'lishini. No. Sapfir bu. Tepasiga ham qo'yamiz. Mana shu yerga bitta qo'ysak, dizaynni buzib farqi yo'q. Har qalay yorug'roq bo'ladi joyimiz. Okay. Hassi ko'rmasa bo'ldi. Yana baqirishni boshlaydi. Uy. Hop. Zaryad olamiz-da bo'ldi. Tezroq mana uni yasab olishim kerak. Menga mana shu yetib ortadi. Let's go. Okay, ajoyib. Xo'p, menga nima kerak? Ikkita narsa kerak. O'shaning bittasi bor yerda, menga bir donagina qo'ziqorin kerak. Mana shu yerdan bir amallab chiroyli qilib sakra olish kerak. Pastga bo'ldi. Boshqa hech narsa unchalik ham kerak emas. Tepadan spam qilganda prosta yaxshi kelinglarda birinchi pastroqqa sakraymiz, undan keyin yana ham pastroqqa sakrashga harakat qilib ko'ramiz. Let's go. Okay. Tushunishim bo'yicha mana shu yerdan tushsak bo'ladi. Ajoyib. Soil. Birozgina sindiramiz. Raslan men o'ylagandim, mana shunaqangi biyomlarda o'sadi deb o'ylagandim, chunki ko'rganman-da oddiy zamburug' o'sganini. Lekin bu yerda yo'q ekan. Juda ham g'alati. Sen nimasan? Parazit chiqadigan qanaqangidir vulqoncha. Mana. Azizlar, shuncha topib oldim. Qaranglar. Yo, ajoyib. Menga mana shunaqa hammasi kerak. Let's tushunmadim. Sindirish shunaqa qiyinmi shunda? Bu yoqgacha. Prosta yerlarni buzmasin deyapman-da. Okay, azizlar, xullas ko'ram hamma ingrediyentlar menda bor. Shakar topiladi, o'rgimchagi ko'zi kerak, glavniy. No, topamiz. Problema emas, nimasan? Aka, sizga nima kerak? Burnet. Menimcha bu yongan zombi. Mayli, shu to'qmoq sindiramiz, ko'mir ekan. Yo, ajoyib. Xo'p, zamburug'larni dakansa olamiz. Menga kerak kakras hammasi kerak. Bikalasi ham. Xo'p, yana yo'q atrofda. Yana burnet kelyapti. Men senga fokus ko'rsataymi? Fokus ko'rinmaydi shunga. O'ldirmadi bu fokus. Mana bunisi o'ldiradi. On qayda? Dakansa urishdi. Mana. Appo. Qayda? No, bittasini urdi. Bu mistikal agrikultura, bu menga kerak emas. Bo'ldi. Ikkalasini ham yiz qo'rdik. Mana buni ham iltimos. Okay, no, nahotki boshqa zamburug' bo'lmasa, o'zi menga kerak emas, endi prosta qilyapman-da. Xo'p, bo'lmasa uyga qaytamiz. Zamburug' topib oldim. Tek. Okay. Bu yerda ham bor edi, 2 dan 3 dan bitta ekan. Va natijada menda 20 ta zamburug' bor. Wow, prosta wow. Xo'p, brat, urishasizmi? Menda masalan kemacha bor. Kemacha bilan urishasizmi? Qaylar, bir marta ketdi tom. Orqasidan ket. Boss piglin ekan. Ya'ni cho'chqa ekan, mana shu cho'chqa. Swinna zombi ekan.
Abbo, buni hozir ursam. Xo'p, azizlar, Minecraftimiz bir marta crash berdi. Juda ham g'alati. Minecraftdan chiqib ketdi va qaytib kirsam, mana Dynamic Lights ishlamayapti. Mayli, nima ham qilardik? Asosiysi o'yinga kiryapti. Bossga keladigan bo'lsak, prosta yugurdida mana shu lavaga sakrab bordi. Bo'ldi. Ot, seriozni, prosta ko'rdim men. Lavaga sakrab bordi, men shuni ichida hozir. Qayerdadir ichida. Короче, juda ham g'alati ekan. Lekin boss meni urmadi, chunki piglinlar urmaydi. Qanaqangidir monsterlar bu yerda spawn bo'lyapti. Yaxshisi asta-sekinlik bilan uyga qaytsak, menimcha bo'ladi. Urmadi. Okay. Yana bo'ladi. O'lganni ko'rdingizmi? Tak, ya, unaqasi ketmaydi-da. Qanaqasi kelmasana? Kimsan? Ha, tushunadi. Xo'p, bo'lmasa e'tibor bermaymiz va merga uyimizga qaytamiz. Adashmasam shu tomondan kelgan edim men. Shu tomondan точный. Xo'p, azizlar, xullas kelam menda griplar bor, normalniy. Fatal bergan bo'lsa ham progress saqlanib bo'libdi. Bu juda ham ajoyib. Birozgina sindirsak nima bo'ladi? Bolg'amiz sinadi. Bo'ldi, boshqa narsa ko'rmayapman. Boshqa yasasak ham bo'ladi. 50-level bo'lib olganman. Prosta urushlardan, janglardan keyin boss. Xo'p, menga tushunmadim. Atom parchalagichimiz qandaydir o'chdi. Xo'p, nastroykaga kiramiz. Kombinatsiya klavish, mexanizm topish kerak. J K L M bo'ldi, mana L M mexanizm. Xo'p, подробности, переключатель, режим, инструмент, предмет N ekan. Shuni bilmadim. Shift plus shift bilan bo'lmas ekan. Alt plus tushunmadim. Alt bilan kontrol ishlamayapti hozir menda. Menimcha, yana bilmadim. Xo'p, kelinglarda mana shu nimaga klaviaturani hozir yarim ishlamayapti. Bu yog'ini hech bilmayman tushdi. Kelinglarda klaviaturamizni tortamiz tokdan. Ko'p ishlab qo'ydingiz, brat. Shu tokdan chiqing. Bo'ldi, rahmat va qaytadan kiritamiz. Mana endi menimcha ishlaydi. Hozir ko'ramiz va shift plus Microlex klaviatura ishlamayapti yarmi. Sbros. Klaviatura umuman ishlamayapti menimcha. Hozir ko'raylik-chi. Chatga yozib. Ishlayapti bu falokat. Hozir ishlayapti. Yo'q, qana almashtirib bo'lmaydi. Men o'zimni kompyuterimda boshqacha knopka qo'yganman. Mexanizm, переключатель, режим, инструмент. Предмeti N turibdi hozir. M ga qo'ydim. K ga qo'ydim. Mana qattiqroq bosish kerak ekan. Xo'p. Offda o'tirgan ekan bo'ldi. Qanaqadir alishtirdim-da men shu narsani. Obishniga qo'ydim, mana endi bosib chiqsak bo'ladi. Let's go. Xullas keling uyga qaytamiz. Lava chiqmasa bo'ldi. Nima bu? Qanaqangi ruda? Redstone? Atga ham tushsa bo'lar ekan-sizlar, mining qilish uchun. Stone chiqyapti. Juda ham zo'r. Adda ham demak rudalar bor. Qaysidir qismda aytgandim, adda rudalar yo'q, borib o'tirmaymiz, u yo'q degandim. Yo'q. Tinker qo'shilgan vaqtda bu yerda cobalt, ardit, yana qaysi ruda bo'ladi? O'sha rudalar bo'ladi. Mana bu fixiklar ham bor bu yerda. Nimaga qo'rqamiz? Tushunmadim. Sizlarga vagonetga keling, nima bordo? Mana shu narsa. Xos. Mana bitta. Menga shlem berdi hozir bular, ko'rdinglarmi? Wow. Ana endi adga ham tushsak bo'ladi mining uchun, chunki bu yerda ham juda ham ko'plab narsalar bor ekan. Oppa, kvarts. Yo'q, biz tepaga chiqishimiz kerak. Tepaga. Orqali resursdan kelamiz. Kelayotgan vaqtda men prosta tak brat qaraysiz. Prosta tak sakradim bo'ldi. Tek. Bu safar esa cho'ta tepaga chiqish problema ekan. O'zi bilasizlarmi, tushish oson, hamma narsada ham ko'tarilish qiyin. Va qanaqangidir yorug'likka chiqamizmi yo'q? Men shu narsani qiziqtiryapti hozir. Mana shu yerda bo'lish kerak. Bo'ldi, короче, bo'ldi. Prosta tak tepaga chiqamiz. Umid qilamanki, tepada nimadir bor. Lava chiqmasa bo'ldi. 2 3 4 5 Sant sol bo'lsa, demak, bo'ldi. Qayergadir chiqib oldim. Xo'p, bu yerlar tanish, juda ham tanish. Men bu yerni bilaman desam ham bu kristalchalar chiroyliligini. Brosni glowstone olib ketamizmi?
Yo'q, mayli, hozircha kerak emas. Hozircha bizga vashshe bunaqangi narsalar nimaga kerak emas? Birozgina-da, ko'p emas u. Xastima shular qanchasini sindirib olib ketgan. Aytdim, uyim oldidan sindirmaman kerak bo'ladi dedim. Qaysidir tomonga borganida, hop, natijada menda 54 ta, 56 ta ekan. Bo'ladi. Yomon emas, bir stakdan ortiqroq narsamiz bor. Okay, ajoyib. Va mana shu yerdan o'sha qal'a ko'rinishi kerak-da. No, o'tsak bo'ladi, nimagadir duh unchalik ham yo'q-da. Okay, well, let's go. Abbo, tezroq bo'lish kerak. Ovqatim tugab boryapti. Kun sayin, soat sayin desam bo'ladi. Va nihoyat biz yetib keldik. Mana shu orqasida direction o'zgartirib yubordimmi? Hozir ko'ramiz. No. Bo'ldi, mana shu orqasida точно meni portalim bo'lishi kerak. Abbo, qayerda? Okay, ajikuku. Abbo. Qaysi songa kelib? Men o'tib ketgan ekanman, narigi tomonda ekan. Xo'p, koordinatalarga qaraymiz. Nechinchi koordinatadamiz hozir? 500 ga -100. Demak, sal bu tomonga o'tishimiz kerak. Ana u tomonda meni portalim bor. Okay, mayli, chiqsa birozdan o'tib ketamiz. Strashing narsa emas. Agar gavhar bo'lganda, ender gavhar bittada o'tib olardik narigi tomonga. Hozir esa problema chala. No, mayli, chiqsa o'tamiz. Let's go. Brani ham bor, bu juda ham zo'r. Bu taktika emas. Bu o'limga taktika bo'lyapti. Xo'p, mana shu yerdan pastga tushsak, menimcha bo'ladi, chunki biz ko'p-katta qo'yadamiz. Qanaqa? Bo'ldi, esladim. To'g'riroqda ekan. Okay. Yo'qmi? Yana yo'qmi? Obbo, no sakrasam bo'ladi teoretически, lekin prakticheski bo'lmaydi. Tirik qolishim где-то 80%, yo 90%, hatto 100% desam bo'ladi. Lekin bu yerda nimadir ushlab turgan ustun bo'lishi kerak-ku. Juda ham g'alati. No, mayli, nima ham qilardik? Umid qilamanki tirik qolaman. Let's go. Okay, bo'ldi, tirik qoldik. Ajoyib. No, menda tarvuz bor azizlar, xavotir olmanglar. Mana tarvuzim qani mana. Okay, tarvuz bo'lishi kerak. Nahotki ovqat qolmadimi? Yo'q, ovqat bo'lishi kerak. Qanaqasiga? Mana bu bor. Bu hali yeyilmadi. Demak, tepadan boshlab yeyilib kelyapti. Nimani yeyapti bu hozir? G'alati, juda ham g'alati. No, mayli, chiqsa yo'q, hammasini qo'yamiz. No, asosiysi qornimiz to'q. Tarvuzdan tugatdimi? Nahotki yeb tugatgan bo'lsam. Железный ryukzakka yuklayapti bularni. Железный kichkina bo'ladi. No, mayli, asosiysi yeyapmiz, bo'ldi. Xo'p, narigi tomonga o'tib olamiz. Qanaqa? Ana yerdan yo'l bor edi. Adni ham 5 qo'limdek biladigan bo'lib ketdim. Bu yerga kelaverib. Okay, lekin dynamic lightsimiz ishlamayapti. Mana shunisi biroz odamni qo'rqityapti. Если что, mendan to'g'ri tushunasizlar. Meni mirror, lekin men hozir backup qilaman mana shu qismdan keyin. Ya'ni mirror o'zini saqlanib qilib qo'yaman. Если что, agar ishlamay qolsa agar o'sha mana shu qismdan keyin davom ettiramiz. Xo'p, tushunishim bo'yicha men to'g'ri tushundim. Ovqat. Oppa. O'lim bilan kurashuv. No, lava unchalik menga xavf solmaydi, chunki menda fire protection bor. XP ekan bu. Uran, nima deb o'ylabman, nima deydi? Yoqut deb o'ylabman. Xo'p, va mana shu yerda mana o'yin bo'lishi kerak, qarochi. Endi tepaga birozgina chiqish qiyin bo'ladi-yu, lekin chiqsa bo'ladi. 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, hech kim urmaydi meni, kimsan? Qanaqasiga? Sen piglimisan, ha? Men seni zombi deb o'ylabman. Uzr. Bo'ldi, azizlar, va nihoyat. Yonmas. No, bu oson bo'lmadi, lekin qiyin ham bo'lmadi. Xo'p, azizlar, asosiysi bizda zamburug' bor. Bu juda ham asosiysi. Xo'p, ana yerga yana yonroqqa qo'yish kerak. Xo'sh, kelinglarda endi craftani bajarib olamiz. Va nihoyat menda
yetarlicha narsalar bor. Hop, bularni qo'yamiz. Menga nima kerak? Menga hozircha bu zelevarienlik kerak. Okay. Menga bottle kerak. Glass kerak. Glass. Sand хотя bormi? Sand yo'q, qum yo'q, shisha yo'q. Hamma narsani ishlatib olgan. Hamma narsani prosadagi ishlatib olgan. Glassni yana qanday olish mumkin? Juda ham zo'r, o'rinli savol. Hozircha bilmadim, lekin agar topsam yo'lini olaman. Tak, chiqamiz. Monsterlar spam bo'lmayapti yana. Nimaga? Yorug'lik bor, to'g'ri, lekin baribir bu spam bo'lishi kerak emas degan emas-ku. Xo'sh, kecha menga buni yoqish kerak. Bor. Normal. Qo'yamiz va kelinglarda ximiya terapiyani boshlaymiz. Shunga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, shisha bir donami. Bir danaga ikkitasiga qo'yish kerak edi. Nima edi? Chiqsa yo'q. Bu yoqqa. Hoppa, po'latmi bu? Wow, po'lat. Yana Minecraft ruscha qilgan xassi. Hoppa. Qo'yamiz va let's go. Bo'ldi, azizlar, shishaga yetadigan nimamiz bor. Shishamiz bor. Bularni suvga to'ldirish kerak, adashmasam, yoki avkaytmi, bilmadim. Hozir ko'ramiz. Wings menga kerak. Xo'sh, eng osoni mana shu bo'lsa kerak, farishtaniki. Hop, tushunishim bo'yicha mana shu. Light ring. Короче, xo'p, tumanniy zelyo ruscha bo'ldi hozir. Hozir ruscha bo'ldi. Tumanniy zelyo плавного падения. Mana shu narsa bizga kerak. Levitatsiya kerak bizga. Levitatsiya uchun, okay. Tumanniy zelyo плавного падения. Yo'q. Mana. Fantom kerakmi? Fantom membranasi kerak. Fantom membranasini qayerdan topamiz? Okay. 3 kun uxlamasa? 3 kun uxlamaslik kerak. Fantomlar spam bo'ladi va biza o'tilik zelyo vody. Menga mana bu narsa kerak. Bu vashshi qiyin ekan, Microlex oson deb o'ylagandim men. Mutniy tumanniy zelyo kerak menga. Fantom membrasini qo'shsa agar плавное падение beradi. Xo'p, buni o'zini olish uchun drakonni nafasi kerak deyapti. Xassi ko'rib, juda ham oson deb menga yetdi va biz bir qism mana shuni ortidan qo'yib yurdik. Bizga drakonning nafasi kerak, как minimum. Mana bizda butilka vodidan kelib chiqadi bular hammasi. Bu bo'lsa oddiy suvga porox qo'shishdan iborat. Bo'lmaydi, okey. Shoshmanglar, oddiysini yasab olamiz. Birinchi navbatda bet. Okay, плавное падение. Bularning hammasiga mana bundan boshqa lekin. Splash, Batwings. Shoshmanglar. Marmet. Bunga fantom membranasi aniq kerak. Mutniy zelyo olish uchun esa bo'ldi mana. Shoshma. Mana, atskina rostdan bo'lar ekan. Rostdan ham oson ekan, biz unchalik ham ko'rmabmiz. Menga gunpowder kerak. Porox kerak. Porox. Okay, porox. Opa, bor menda. Xo'p, PlayStationlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatamiz. 3 ta yasab olamiz. CSG Microlexga sotamiz. Конечно, albatta. 1, 2. Bundan ko'proq olish iloji bor edi balkim. Mayli, gunpowder qo'yamiz, bo'ldi. Azizlar, xo'p, menda atski narost kerak bor edi. Okay, menda bor. Bor. Hozir olamiz. Mana bu narsani zarar qanchaga boradi bilmadim, lekin umid qilamanki hammasiga yetadi. Xassi oson degan bo'lsa, demak oson. Drakonning nafasi bizga kerak emas. Yana bilmadim. Umid qilamanki ishlaydi, chunki men shuncha adda borib, shuncha nimalar qilib, adga borib, bir narsalar qilib, короче, окей. Shumi? Взрывная бутылка воды. Butulka voda. Bu просто mana buni qo'shsanglar otadigan qiladi. Ichadigan emas, otadigan qiladi, bo'ldi. Buni qo'shsanglar hozir bizga izvest bo'lish kerak, o'shani beradi. Ya'ni mutniy nima qilib beradi. Nima deydi? Achigan suv qilib beradi hozir. Let's go. Menda bor, mutniy zelyo bor. Ana endi azizlar, fantom membranasi kerak. Mutniy zelyo, взрывная zelyoda.
Fantom membranasini topsak bo'ladi. Xo'p, lesnoy asabnyakda bo'lishi mumkin ekan. Lesnoy asabnyak nima? Mikrolexis ko'rganmisan? Fantom o'zidan beradi. Okay. Kojadan berar ekan. Kojadan berar ekan. Va uncrafting table bir narsalardan keltiradi. Sen qanaqa yasash? O'zing bos. Совершенная sxema. Bu nima? Atomni splav kerak. Abbo, atomni splav yasab bo'lmaydi. Xo'p, bo'lmasa, birinchi kunimiz o'tdi. Yana 2 kundan keyin fantomlarni spam bo'ladi. Ularni urib, fantom membranasini olsak bo'ladi. Azizlar, asosiysi biz to'g'ri yo'ldamiz. Fantom membranasini olib unga qo'shib yuboramiz deb bo'ldi. Ishlaydi, короче. Hammasi ishlaydi. Ungacha Pauchi glass yasasak bo'ladi. Tushunarli. Плавное падение. 3 tadan bitta beradimi shunda? Tushunmadim. Bo'ldi. Buni nima qilish nimasi? Xo'p, levitatsiyani olgandan keyin mana bu kerak bo'lar ekan. Marinovanный Pauchi glass kerak. Hozir buni yasab olamiz. Pauchi glass, saxir bormi? Abbo, uni qayda? Saxir. Hamma narsalarni olib tashlagan xasi. Prosta hammasini ishlatib olgan. Let's go. Mana bilan olamiz edi. Birozgina shakar olamiz. Shakarimiz tayyor. Xo'p, Pauchi glass bor degan umiddaman. Let's go. Pauchi glass bor, короче, bizda bor. Bor va bor. Nechta kerak? 1, 2, no как minimum 3 ta kerak bizga. Bo'ldi. Qo'yamiz bularni. Xo'p, Pauchi glass bor. Bitta ko'raylikchi. Kapalakka yasash uchun, kapalakka nimalari ham chiroyli, gul kerak ekan. Xo'p, плавный падение menda bo'ladi. Плавный падение. Просто bu vaqtini ko'paytirib beradimda. 1,5 minutdan 4 minut qilib berar ekan redstone. Yo'q, Pauchi glass qaranglar. Levitatsiyaga Pauchi glassni qo'shsak, levitatsiyaga Pauchi glassni qo'shsak bo'ladi. Lekin levitatsiyani mana buni o'zini tushunmaydi. Buni ikki xil yo'li bor ekan olishni. Yoki mutniy zelyoga fantom membranasini qo'shamiz yoki плавный падение ikkalasi ham da. Yoki mana buni qo'shish kerak ekan. Плавное падение, левитация. Плавное падение, mutniy zelyoga плавное падение. Barmanga nima deydi? Levitatsiya kerak. Короче, tushunarsiz holat. Mana buni yasashimiz uchun tushunarli. Endi yetib keldi. Плавное падение menga kerak. Xo'p, menimcha hammasiga плавное падение kerak-da. Плавное падение kerak, korotnikka плавное падение kerak. Ya'ni erkin tushish kerak, erkin tushish. Nega endi erkin tushish? Qobil tushish bo'lsa bo'lmaydimi? To'g'ri, ko'rsapalagi qanotini yasagan bo'lar ekan. Xo'p, hammasiga erkin tushish damlamasi kerak. Erkin tushish olish uchun ikkita yo'li bor ekan, qaranglar. Yoki mutniy zelyoga, qanaqangidir loyqa suvga, loyqa damlamaga fantom membranasini qo'shish kerak, yoki levitatsiyaga marinovanный Pauchi glassni qo'shish kerak. Mana bu narsa menda bor, hozir ko'rsataman. Menda mana shu yerda bo'lish kerak. Mutniy взрывной zelyo. Nimaga взрывной qildim bilmadim. Короче, bor bu narsa menda. Yana ko'p damlamalar qilsak bo'ladi, lekin menga hozircha qaysidan ketdim? Men bittasidan ketdim. Короче, mana взрывной zelyo падение. Bunga взрывной kerak ekan-da, короче. Bo'ldi. Короче, men shu angellikini qilsak bo'ladi. Xo'p, bu uchun взрывной zelyo kerak. Bunga yoki splash. Просто bu ham yoradigan qilib beradi. Buni olishni ikkita yo'li bor ekan. Mutniy zelyo, mana bu narsa menga bor. Mana bu narsa bor menda. Bu membranni qo'shsak bo'ldi, короче. O'zimni azizlar tomim ketyapti, e'tibor bermaysizlar. Yoki-da mana bu marinovanный Pauchi glassga levitatsiyani qo'shish kerak. Levitatsiyani o'zini olish uchun плавный падениеga marinovanный qo'shish kerak, yoki-da levitatsiyaga bu bunaqa qilib keladi. Xo'p, плавный падениeni o'zini olish uchun yana shu narsa kerak. Короче, tushunarli. Menga nima qilib bo'lsa ham fantom membranasi kerak. Men tushunishim bo'yicha. Fantom membranasi kerak bo'ldi. Boshqa uni yo'li yo'q. Levitatsiyaga взрывной qilib beradi. Buni o'zini qanaqa qo'llanadi? Плавное падениеga, tushunarli. Sikl aylanyapti. E'tibor beryapsizlar. Mana bu narsani hamma joyga tiqib tashlayapti. Bir xil craft qolyapti. Короче, fantomni kutamiz. Umid qilamanki tez orada chiqadi.
Azizlar, qilishga ish yo'qdan men joylarni tekislab turgandim, fantomla spam bo'ldi. Fantomla spam bo'ldi. Va ikkita alla ham topib oldim. Vidralar ham cho'ta ko'payib, qanaqa bolalikni bilmadim bular. Короче, endi bizda fantomlar bor. Kelinglar. O'zi ham bir 3-4 kun uxlamadim. Juda ko'p vaqt, tim bo'l bekorchilik qilsanglar agar. Oppa, bro, rahmat, hurmat qilaman sizni ham va mana shu sherigingizni ham. Adashmasam birozgina bular kuydi, chunki spam bo'lgan vaqti kunduzimidi yoki kechqurunmidi, endi tun bo'layotganmidi bilmadim, короче. Va bitta udardan hammasi ketdi. 3 ta membrana fantona bor, faqat bular mana shu nima deydi, 3 tadan spam bo'ladi, dekorativ spam bo'lsa, bo'ldi, uxlaymiz. Skeletni qaranglar, prosta yuribdi. Hozir sizga prosta yurish ko'rsataman. Bu yoqgacha palakat. Xo'p, birontasi pishibdimi? Hammasi pishibdi deyarli, narsalar cho'ta yo'q. Bro, come on, qani buni. Короче, azizlar, bizda fantom membranasi bor. Men yerlarni tekislab oldim. Ana bu yerda alla ham, alla yana yo'q bo'lib ketdi. Короче, ikkita alla ko'rdim men. Qanasan palakat? Bu yoqqa dedim. Suvga qarab ketdi, uni qaranglar. Juda ham g'alati. Nariga nimaga o'tayotgan ekan-da, bular prosta nariga orolga. Mana xayr, prosta ketyapti. Qo'liga narsa bermoqchi edim, baland tushdi-da, endi pastga tushgan vaqti, короче, shunaqa gaplar. Ketdi, mayli chiqsa, yana spam bo'ladi va mana bu yerlarda bitta ko'rgandim, adashmasam, bunisi ham suv uzra ketyaptimi yoki короче, bilmadim. Juda ham g'alati holat. Bunisi ham ketdi. Ana u tomonlardan где-то ko'rgandim, o'sha tomonlarga aylanib yurgandi. Bizda tomonda ham bir ko'rindi, lekin ketdi, короче. Xo'p, bo'lmasa kelinglarda va nihoyat mana shu effektimizni yasaymiz. Fantom membrasini qo'yamiz va bizga levitatsiyani olib beradi. Xo'p, menga tovuqi pat kerak. Pat, nima? Apa bor ekan. Juda ham xursandmizlar va nihoyat хотя бы bu qismda nimadir foydali narsa yasaymiz. Tushunishim bo'yicha periya uchun nima kerak? Menga плавное падение kerak-da. Плавное падение. Okey. Yo'q, shoshmaydi. Mana bu narsa uchun kerak. Nimaga? Splash yasayotgan ekanman, jinniga o'xshab ichadigan emas, tashiydigan. Xo'p, tashiydigani ham ishlaydigan umiddaman. Yeschaman-da yana bir плавное падение bor. Yana bir narsa bor. Okey. Va let's go. Bitta sterjim bilan shuncha narsa qildim, ishonmaysizlar. Xo'p, azizlar, yulduzli onlar, angel qanotchalarini yasab olamiz. Xo'p, umid qilamanki, kalbasa ketdi. Mayli, umid qilamanki ishlaydi hammasi. Xo'p, men buni bu yerga qo'ysak agar cho'tki bo'ladi. Narsalarni hammasini pastga qo'yamiz. Pastga tush qamang. Hamma pastga tush. Hop, cho'tki. Okay. Hammasini hozircha sistemaga joylaymiz va olmos qayerdan keldi bilmadim. Bo'lar ekan. Shift bilan qilsanglar birdaniga hammasi tushar ekan. Agar kimdir yana sapfir o'ynayotgan bo'lsa, shu narsada qiynalayotgan bo'lsa, mana aytib o'tdim. Xo'p, va azizlar, yulduzli onlar. Tak, hozir men hech qanaqangi qanotim yo'q, backpackim bor. Okay. Va endi menda bu model nomi nima? O'zi ichadigan qilmoqchi edim. Xo'p, azizlar, qaranglar, Splash Angel Wings, Fantastic Wings degan narsa ekan. Knopkasini o'zgartirish kerak. A B D F. Fantastic Wings reda turgan ekan. Shuni kelinglar deb bilmadim nima qilamiz. Menda kerak-da menga. Alt R mi? Control R. Bilmadim qanaqa bo'ladi. Qaranglar, uchta. Uni qaranglar azizlar. Bo'ldi. Mana shu narsa ranez. Uyimni tepadan ko'ryapman. Eng qiziq, agar yiqilsanglar hech narsa bo'lmaydi. O'zi seriozniy. Let's shaderlar перезагрузка bo'ldi. Alt bilan qilish kerak. Bo'ldi. Uni qaranglar, prosta tak. Control bilan tezroq ham uchadi bu palakat. Bo'ldi. Menda endi qanot bor. Bemalol xohlagan joyimga borishim mumkin. Wow. Aytgancha, men sizga zenitniy raketniy kompleks ko'rsaman deganda mana hozir prosta tak boshlab urilamiz, bo'ldi, hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, mana shu yerdan kiriladi va tushmadim. Mana prosta tak yomg'irmi? Suv bor tepada. Qayla, men bu yerga raketa qo'ysak bo'ladi va bu yerda yana uychalar bor edi. Xo'p, hozir ko'rsam, adashmasam,
Bu yerda bor ekan, jinniga o'xshab yasab. Na, mana shu yerda menga Blaster'ni baribir kerak edi. Chunki drillmi bu? Drill? Okay, drill topib oldim. Baribir ham Zelevariniga nima deydi, yoqilg'i sifatida ishlatdik. Tak что xafa emasman yasaganimdan. Okay, regeneratsiyan zelyasini topib oldim. Okay, sen nimasan? Raketa qilish stansiyasi. O, azizlar. Bu juda ham zo'r. Xullas kalom, kelgusi qismlarning birida biz albatta raketa qilib uchib ko'ramiz osmonga. Lekin hozir emas, kravatlar, uni qayerda hammasi tashlandiq. Короче, o'tlar, bir narsalar o'sib chiqqan. Va, lekin gap yo'q. Buni obunachim topganda, endi men ham topdim. Wow, globusdan qaranglar. Olib ketamiz o'zimizdan. Ha, mayli, keyinroq olib ketamiz. Xo'p, hozir esa sizlar mana shu qismimiz shu yerda tugaydi. Endi mana bunaqangi qanotim bor. Let's go. Barchaga tomoshabinlar, rahmat sizlardan qaysi bo'ldi? Barchaga xayr.